Bismillahirrahmanirrahim. Ilm bu Alloh subhanahu va taoloni va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va dini islomni kitob va sunnat dalillari asosida tanishlik mana bu ilmdir. Kim agar mana shu shar'iy ilmni o'rganmasdan o'tib ketadigan bo'lsa, bu odam oxiratda, nihoyatda, qiyomat kunida nimaga bu ilmni o'rganmading deb savol qilinadi. Nima uchun bu narsani sen so'rab, qiziqib o'rganmading degan savol bo'ladi. Va o'zi qiyomatga bormasdan hali qabrga qo'yilgan paytda Robbing kim, dining nima, payg'ambaring kim deganda bu odam ha bilmayman. Odamlar shunday bir narsalar aytadi, men ham shuni aytardim deydi. Va bu qabri nihoyatda bir o't bilan to'ladi. Bu qabr jahannam chuqurlaridan bir chuqur yo jannat bog'chalaridan bir bog'cha, bundan boshqa narsa emas. Albatta siz bilan bizning qabrimiz bu obod bo'lishligi uchun, jannat bog'chalaridan bo'lishligi uchun ilm o'rganishligimiz kerak. Bu qabrda mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, va yudayyiku alayhi fihi hatta taxtalifa adna'uhu. Bu qabr uni qisib, uning qovurg'alari bir-biriga kirishib ketadi dedilar. Va bu qabr jahannam chuqurlaridan bir chuqurga aylantiriladi. Shuning uchun bu nimaga bunday qilinyapti desangiz, bu o'qimadi ham, o'rganmadi ham, o'rganishga qiziqmadi ham, intilmadi ham. Butun hayoti lag'v shunday bir boshqa narsalar bilan o'tib ketdi.